Sizlar bilan do'stlar, bugun sizlar bilan Asti Gaming 52 va qanday qilib hamma narsani qurish mumkin degan video chiqaramiz. Masalan, ancha narsalar bor, o'shalarni o'rgatib o'taman sizlarga. Esinglarda bo'lsa, biz -2 dan biz -2 dan qushloq topgandik. Sizlaringda bo'lsa, biz endi bugun qanaqasiga masalan hamma narsani qurish mumkin. Xohlagan narsalarni qura olasizlar. Mayli, men sizlarga ko'rsatib o'taman. Chiqmay qo'ydi. Mana shu Build of Minecraft PE mashina sketch qila olishlaring kerak. Play Marketdan. Bu yerda xohlagan narsalaringizni sketch qilasizlar. Masalan, menga shuncha narsa bor. Qanaqasini xohlagan narsalaringizni sketch qila olasizlar. Masalan, men bu yerda sketch qilaman. Ketdi. Спорим, вы не знали, что Исхостинг предлагает бесплатный пробный период? Mana shunaqa joyga kiradi va biz mana shuni yesni bosib create world deb bosamiz. Xohlaganini qilasizmi? Flat deb bosamiz. Flat buildings birinchisini bosamiz. Va bu yerda uy turibdi. Uyni o'z yerda joylashtirib qo'yasizlar. Yerda. Bo'lmasa uchib turmaydi uy. Mana sal deb baroq qilamiz. Shu bilan past qilamiz. Shu bilan uyimiz ham tayyor. Mana bu ptichkani bosasizlar. Ozgina reklama bor. Keyin do'stlar, mana shu Explore World to Minecraft deb bosamiz. Keyin xohlagan Minecraftlaringni qilasan. Men Minecraftda qilaman. Mana kutamiz, Minecraftga kiradi. Mayli, ko'p vaqt olishi mumkin. Pauza qilamizmi? Kiramiz bo'ldi. O'zi ham bo'ldi-ku. Mana keyin mana World Import Started yozib qo'ygan mana. Finish. Loading. Mayli, kirguncha pauza qilib turaman. Mana kirban bo'ldi. Orqalariga qarasanglar, qayergadir turgan bo'ladi mana. O'ycha. Shuni sketch qilgandik. Zo'r chiqibdi. Yaxshi. Mana yaxshigina o'ychamiz bor. Shunday qilib ham videomiz tugadi.